Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytdilar: agar bir kishi bismillah va tavakkaltu alalloh va la havla va la quvvata illa billah desa, shu ikkita farishta unga yaqinlashadi va uni qo'riqlaydi. Bismillah, ya'ni Allohning nomi ila deganingizda, ular aytadiki, sen Alloh nomi ila Alloh tarafidan hidoyat qilinasan. Tavakkaltu alalloh, bor ishonchim bilan Allohga tavakkul qildim deganingizda, farishtalar shunday deydi: kun bo'yi senga zarar bermoqchi bo'lgan har kimsadan, har qanday tahlikalardan sen qo'riqlanasan. Va u kishi la havla va la quvvata illa billah, ya'ni Allohdan boshqa kuch-qudrat yo'q deganida, farishtalar aytadiki, sen kun bo'yi keladigan barcha zararlardan qo'riqlanasan. Bir kishi bularni aytganida, ikki shayton uni kuni bilan qo'rqitishga harakat qilganida, shaytonlardan biri boshqasiga aytadi: hidoyat qilingan, himoya qilingan va qo'riqlangan kimsaga biz qanday zarar bera olamiz? Va kun bo'yi u insonga zarar bera olmasliklarini bilib, uni tark qiladilar. Bu ma'lumotni siz ham 5 ta do'stingizga eslatib qo'ying.